Sahnaga Nurlan Nizakov taklif qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Nurlan, familiyam Nizakov, o'zim Qoraqalpog'istonlikman. Rahmat. Ko'pchilik meni o'sha Nurlan Saburov bilan solishtiradi. Nimaga Nurlan Saburovga o'xshamaysan deydi. Men Nurlan Saburovga o'xshashga harakat qildim. Men nima qildim? YouTube'ga kirdim birinchi navbatda. YouTube'da 1,5 soatlik bitta videosi bor ekan, o'shani ko'rishga qaror qildim. Ko'rdim, 1,5 soat o'tirdim, hech qanaqa pauzalar bosmadim. Bir narsani tushundim men ruscha tushunmas ekanman. Rostini aytaman, men ko'p vaqt bo'lmadi Toshkentga kelganimga, примерно 6 oycha bo'lib qoldi. 6 oyning ichida men o'zbekchani o'rganishga yaxshi harakat qildim. Kelishim paytida har xil narsalardan minib keldim. Masalan, poyezdda keldim, samolyotda keldim. Har xil qiziqarli vaziyatlarga duch keldim. Masalan, poyezdda shunaqa vaziyat bo'ldi. Bilmadim, poyezdda odamlarga budilnik nima kerak shuni tushunmayman-da. Kechqurun tungi 4 mi, 5 mi uxlayapman, yotibman. Bittasini budilnik qimalayapti, ching'ilayapti xullas. Aka, nima qilmoqchisiz dedim hozir. Yo'lda ketyapmiz, ustur tegisligida. Yo'lda qolib ketmoqchiman, bilmayman. Menimcha, poyezddagilar odamlarga hojatxonaga chiqish uchun snayper bo'lish kerak. Bir marta bo'lsa ham poyezdga chiqib ko'rdinglarmi sizlar masalan? Bir marta bo'ldi shunaqa. Hojatxonaga kirdim, eshikni ochdim. Ruchkasi bor ekan chap tarafida. Ushlab turdim. Mo'ljallash qiyin-da umuman-chi. Oson narsa emas. Boya 6 oy bo'ldi deganman. 6 oyning ichida birinchi sizlarga голосовойni tashlab beraman. Toshkentga kelgan paytimda. Ko'rsataman sizlarga hozir. Yaxshimisiz? Men Toshkentga kelganda shu zo'r joylarni ko'rdim. Boshqara qiziq ekanda, o'sha endi aylantiring demoqchi edim-da, o'shani aytmoqchi edim. Qachon? Xullas shunaqa bo'ldi. U aka aytdi menga, "Ukam bir 4 oydan keyin gaplashaylik, bo'ladimi?" dedi. "Ha, mayli" dedim. 4 oydan keyin men bunaqa голосовой yubordim unga. Aka, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Chorsuga keldim aka, Chorsuga. Shu mashina bozorga kelganda bitta mashina olishim kerak edi. Shu qanaqa maslahatlashsak bo'ladi? Shuni tushuntirib oling-da. Uka, bo'ldi dedi. Bo'ldi, Chorsuga boramiz dedi. Bor dedi. Nihoyat kutgan, 4 oylik kutgan o'yinchoq mashinamni oldim o'zim. Rahmat. O'zi Toshkentga 6 oyning ichida bo'lgan bilan o'zim rostini aytaman, Sirojbunga ishonib kelganman bu yerga. Aka, sizlar Toshkentda yashayapsizlar-ku, masalan, rostdan bormi? Unaqa odam bormi Sirojbun degan? Aniqmi? Bo'ldi, отписаться qilmayman unda u odamga. Men o'zim rost qo'rqib yuribman-da, отписаться qilishga. Xuddi отписаться qilgandan keyin ertaga, "Voy, Toshkent, nima gap?" deb qolishi mumkin-da u odam. Toshkentga kelganda men ko'p joylarda ishladim. Juda ko'p joylarda ishladim. Masalan, bitta zo'r joy bor ekan, call center degan. U yerda ishlayotganlar tushunmayman-da, qanaqa farosat kerak ularga. Ketib qoladi-da. Gaplashib siz aytayapman aka, atda o'tirgandingizda. Shunaqa joylar o'sha gaplashyapmiz. Aka, assalomu alaykum, hurmatli mijoz shunaqa. Bu yerda ikkita odam osh yeb o'tiribdi-da. Men masalan bilmay qolaman, gapiradigan narsam so'rayman. Nima qilay deyman? Menejerlar bilan bog'lantiring deydi. Mayli, ovqat yeb bo'lsin, hozir bog'lantiraman aka deyman. Sizlarga yana arabcha raqs tayyorlab kelganman bu. Uzr, buni keshish kerak ekan oldin. Endi buni nima qayer arabcha deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak, sizlar yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, o'yindan chap tarafga qarab o'ynadim.
Mayli, cherisham bitta san'at sizlar bilan bo'ldi. Nurlan, rahmat. Nurlan Nizakov qarshi chop qo'yamiz. Da. Manda